Səbəh surəsi Məkkədə nazil bolğan. Cəmi 54 ayət. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Cimi həmdu sana Allah'a xasdır. Asmanlardakı və zimindəki həmmə narsa Allah'ın mülkidir. Ahiretdəki həmdu sanamı Allah'a xasdır. Allah hikmət bilan iş qılğucudur, həmmədən xəbərdardır. Allah ziminning qo'yniga kirib ketadigan, ya'ni yomg'ir, kon va o'liklarga o'xshash narsalarni, zimindan chiqadigan o'simlik, buloq va quduqlarning suvlari qatorliq narsalarni, osmondan tushadigan farishta, yomg'ir, ajal, rizq qatorliq narsalarni, osmonga o'rlaydigan yaxshi amallar, maqbul duolar qatorliq narsalarni bilib turdi. Allah bandalariga nihoyatda mehribondir. Tövbe qılğuçlarını nəhayətdə məğfirət qılğucudur. Kafirlar bizge qiyomat kelmeydi deydi. Aytqin ki, undaq emas. Parvardigorim bilan qasam ki, qiyomat sizlarga cho'qim keladi. Allah g'ayibni bilguchidir. Osmonlardagi va zimindagi zarra chog'liq narsa Allohdan yiroq emasdir. Onun, yani zərrədən kiçikrək nərsi bolsun, çoğraq nərsi bolsun, ləvhul məhbuzda xatırlanmagini yox. Ularning ləvhul məhbuzda xatırlanışı iman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlarını mukafotlash uchundur. Ani shular məğfirətə və isil rizqqa erişidi. Bizning oyatlarimizga kuchining bericha qarshi turganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. İlim berilganlar, yani sahabilar ve keyinki amel qilg'uchi o'limalar ve ularga o'xshash kishilar sana Parvardigoring tarafidan nazil qilingan Qur'onning shubhasiz haq ekanligini, insonlarni g'olib, hamdu sanoga loyiq Allohning yo'liga boshlaydiganligini bildi. Kafirlar bir-biriga aytidi. Sizlar qabrlarda chirib titmitalang bo'lib ketgandan keyin cho'qim yangidan yoritilsizlar deb xabar beradigan bir odamni sizlarga ko'rsatib qo'yaymi? U Allohga yolg'onni to'qidimi? Ya u elishib qoldimi? Hargiz undaq emas. Oxiratga iymon keltirmaydiganlar azobda va cho'nqur gumrohlikdadir. Ular oldidagi va orqasidagi ularni o'rab turgan osmon va zaminga qaramamdi. Agar xohlasak ularni yerga yutqizamiz yoki osmonni ularning ustiga parcha-parcha qilib tushiramiz. Buningda Allohga qaytquchi har banda uchun albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan dalil bor. Biz Davudga dargoyimizdan haqiqatan fazl, ya'ni payg'ambarlik, zabur, tağlarning va qushlarning bo'ysunishi, tömürning yumshoq bo'lib berishi, savut yasashni bildirishlar ato qildik. Ey tağlar, ey qushlar, Davud bilan birlikda tasbih aytinglar dedik. Tömürni Davudga yumshoq qilib berdik. Biz uningga aytdik. Mukammal savutlarni yasig'in. Savutlarni yasashda halqalarni bir-biriga takshi qilgin. Ey Davud oilasidagilar, yaxshi ish qilinglar. Men haqiqatan sizlarning amallaringlarni ko'rib turg'uchiman. Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol tushdan ilgari bir oylik musofini, tushdan keyin bir oylik musofini bosatdi. Uningga mis chiqadigan buloqni oqqizib berdik. Ba'zi jinlar Parvardigorning amri bo'yicha Sulaymonning oldida ishlaydi. Ulardan kimki bizning amrimizga xiloflik qiladi ekan, uningga biz do'zax azobini tetitimiz. Ular Sulaymonga u xohlagan katta saroylarni, misdan aynakdan ajoyib haykallarni, ko'ldak cho'ng leganlarni, cho'nglikdan midirlamaydigan qozonlarni yasaydi. Aytdiqki, ey Davud oilasidagilar, Allohning bu cho'ng ne'matlariga shukr qilinglar. Mening bandalarimdan Allohning ne'matlariga shukr qilg'uchi bak oz. Sulaymonning vafotini hukm qilganimizda, ya'ni uni vafot qildirganimizda, Sulaymonning o'lganligidan jinlarni faqat uning hassini yegan qurut xabardor qildi. Sulaymon hassini qurut yeb yiqilgan chaqda jinlarga aniq bo'ldiki, agar ular g'ayibni biladigan bo'lsa edi, xor qilg'uchi azobda, ya'ni shuncha uzoq vaqt og'ir amgakda qolmagan bo'ladi. Şübhəsizki, Səbəh qavmiga ularning turdigan joyida Allohning qudratini ko'rsatadigan buyuk dalil bor edi.
Ularning o'ng tarafida bir turkum bog'lar, so'l tarafida bir turkum bog'lar bor edi. Ularga aytdikki, Parvardigoringlar bergan rizqdan yanglar va uningga shukr qilinglar. Sizlarning joyinglar baland joydir. Sizlarga rizq bergan Parvardigoringlar shukr qilg'uvchini mag'firat qilg'uvchi Parvardigordir. Ular shukurdan bosh tortdi. Shuning bilan ularga qattiq salni avatdiq. Ularning bog'larini ochiq mevalik, yulg'unliq, oz to'la sidirliq, ya'ni yavi chilanliq bog'larga aylantirdik. Ular kufrlik qilganliklari uchun mushundaq jazoladik. Biz faqat kufrlik qilguvchilarni jazolaymiz. Ular bilan biz barakatli qilgan qishloqlar orasida ko'rinib turadigan tutishib ketgan nurg'un qishloqlarni barpo qildik. Ularning orasidagi musofani o'lchamlik qildik. Ya'ni safarda yemak-ichmak ilib olmasimi bo'ladigan, atigan chiqqan yo'lovchi tushda bir o'tanga yetib borsa, kashda bir o'tanga yetib boradigan qildik. Ularga aytdikki, ularning orasida kechalarda va kunduzlarda tinch amon meninglar. Ular Parvardigorimiz, safarlarimiz orasini, ya'ni o'tanglar orasidagi musofani jiroq qilg'in dedi. Ular o'zlariga zulm qildi. Ularni biz keyingi kishilarga qissa qilib qoldirdik. Ularni titma-titma qilib etdik. Buningda har bir balog'i sabr qilg'uchi, ne'matga shukr qilg'uchi uchun nurg'un ibratlar bor. Iblis ularni ozdirishdan iborat gumonini haqiqatan ishga oshirdi. Chunki bir turkum mo'minlardan boshqa ularning hammasi iblisga agashdi. İblisning ular, ya'ni agashkuchilar ustidan vasvasa qilish bilan hukmronlik qilishi faqat bizning oxiratga iymon etquchilar bilan uningga shak keltirguchilarni bilib olishimiz uchundir. Parvardigoring hamma narsani kuzatguchidir. Aytqinki, sizlar Allohni qo'yib, ma'bud deb qarg'ininglarni chaqiringlar. Ular osmonlarda va zaminda zarrachoqliq narsaga ega bo'la olmaydi. Ularning osmon zaminning yaratilishi va boshqarilishida Allohga hech sherikchiligi yo'q. Ularning ichida Allohga osmon zaminni idora qilishda yordamlashadigan hech yordamchimi yo'q. Allah ruxsat bergan odamdan boshqaga Allohning dargohida shafaat foyda bermaydi. Shafaat qilg'uvchilarning dillaridan qo'rqinch ko'tarilganda, ular ondan ba'zisiga Parvardigoringlar shafaat to'g'riliq nima dedi deydi. Ular javoban haqni dedi, ya'ni mo'minlarga shafaat qilishga ruxsat qildi deydi. Allah yuksakdir, kattadir. Aytqinki, sizlarga osmonlardan va zamindan kim rizq berib turadi? Aytqinki, Allah rizq berib turadi. Shubhisizki, biz yoki sizlar cho'qim hidoyatda turmizki, yo ro'shan gumrohlikda turmiz. Aytqinki, bizning qilgan gunohimiz uchun sizlar so'roqqa tortilmaysizlar. Sizlarning qilmishinglar uchun biz so'roqqa tortilmaymiz. Aytqinki, Parvardigorimiz bizni qiyomat kuni yig'idi. Ondan bizning oramizda haqliq bilan hukm chiqardi. Allah adil hukm qilg'uchidir, xaloyiqning ahvolini bilguchidir. Aytqinki, menga aytib beqinglarchi, sizlarning Allohning sheriki deb atib olganinglar hargizmi undaq emas. Balki u Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Seni biz faqat butun insonlar uchun mo'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi va kofirlarni azob bilan ogohlantirguchi qilib avatdiq. Lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Ular, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da, ya'ni sizlar bizni qo'rqitayotgan azob qachon ishga oshidi deydi. Aytqinki, sizlarga azob uchun va'da qilingan bir kun borki, uningdan birdammo ilgari keyin bo'lmaysizlar. Kofirlar bu Qur'onga va uningdan ilgirki kitoblarga hargiz ishonmaymiz deydi. Agar zolimlarni Parvardigoringning dargohida to'xtatib qo'yilgan chog'da ba'zisi bilan jidallashayotganda ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'ratding. Acizlar, ya'ni agashkuchilar, kuchliklar, ya'ni agashturguchilarga, agar sizlar bo'lmasanglar, biz cho'qim iymon aytatdik deydi.
Kuchliklar ojizlarga, sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdiqmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilg'uchi bo'ldinglar, deydi. Ojizlar kuchliklarga, hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kecha-kunduz qilgan hiyla mikringlar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga sherik keltirishga buyurdinglar, deydi. Azapni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qiladi. Kofirlarning bo'yinlariga taqoqlarni solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi beriladi. Qaysi shaharga bo'lmasin, bira ogohlantiruvchi avatsakla, uning davlatman odamlari shubhisizki biz sizlarning payg'ambarliklarni inkor qilamiz, dedi. Ular yana bizning mollarimiz va bolalarimiz eng ko'p. Biz azoblanmaymiz, dedi. Aytqinki, haqiqatan Parvardigorim kimning rizqini keng qilishni xolisa, uni keng qiladi. Kimning rizqini tor qilishni xolisa, uni tor qiladi. Lekin kishilarning to'lisi buni uqmaydi. Mollaringlar va bolalaringlar sizlarni bizga yaqinlashtira olmaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga qilgan amallari uchun hasilab savob berildi. Ular jannatning esil uylarida har qanday ko'ngilsizlikdan amin bo'lgan holda turadi. Bizning oyatlarimizga kuchining bericha qarshi turganlar azobga duchor qilinuvchilardir. Aytqinki, haqiqatan Parvardigorim qaysi bandasining rizqini keng qilishni xolisa, uni keng qiladi. Qaysi bandasining rizqini tor qilishni xolisa, uni tor qiladi. Allohning yo'lida bergan narsanglarning o'rnini Alloh to'ldirib berdi. U rizq berguvchilarning yaxshisidir. O kunda Allah ular, ya'ni mushriklarning hammasini hisob elish uchun yig'idi. Ondan farishtalarga, bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi, deydi. Ular aytidi: "Sen paktursan. Bizning do'stimiz ular emas. Sen ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinatdi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiratdi. Bugun sizlar bir-biringlarga foyda ziyon yetkazolmaysizlar. Biz Allohdan g'ayriga cho'qing'uchi zolimlarga sizlarga chin putmagan do'zax azobini tetinglar, deymiz." Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilganda, ular bu faqat sizlarni ota-bobonglar cho'qingan butlarga cho'qinishdan to'smoqchi bo'lgan odamdir, deydi. Hamda ular bu faqat to'qilgan yolg'on so'zdir, deydi. Kofirlarga haqiqat yetib kelganda, ular bu faqat o'p-o'chiq sehrdir, dedi. Ularga o'qiydigan hech qanday kitoblarni ato qilganimiz yo'q. Sendan ilgari ularga hech qanday payg'ambarmi avatganimiz yo'q. Ulardan ilgari o'tganlar haqni inkor qilgan. Ular, ya'ni Makka kuffarlari, ular, ya'ni ilgirkilar erishgan kuch-quvvatning 10dan birgimi erishmagan. Ular mening payg'ambarlarimni inkor qildi. Ularga mening jazoyim qandoq bo'ldi? Aytqinki, men sizlarga bir ishni tavsiya qilaman. Sizlar xudolik uchun ikkidan yoki birdan turinglar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yig'ilib yoki yakka holda haqni istanglar. Ondan fikr yurgizinglar. Hamrohinglarda, ya'ni Muhammadda hech majnunlik yo'q. Faqat u qattiq azob nozil bo'lishdan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchidir. Aytqinki, sizlardan hech qanday haq talab qilganim yo'q. U sizlarga bo'lsin. Ajrimni faqat Allohdan tilayman. Alloh hamma narsani kuzatib turg'uchidir. Aytqinki, Parvardigorim haqiqatan haq orqali botilni otadi. Ya'ni pokitni ro'shan bayon qiladi. Alloh g'ayibni tamoman bilguchidir. Aytqinki, haq, ya'ni islom keldi. Botil yo'qoldi. Batil biror maxluqni paydo qila olmaydi. Yo'qolgan biror maxluqni asliga keltira olmaydi. Aytqinki, agar ozsam, ozg'anligimning ziyni o'zimgidir. Agar hidoyat topsam, bu Parvardigorimning menga vahiy qilgan Qur'onining sababidandir. Alloh haqiqatan anglab turg'uchidir, yaqindir.
Agar sen ayni vaqtda ularning qo'rqib qochadigan yer topolmayotganligini, do'zaxga ilib berilish uchun mashargohga yaqin joyda tutilayotganligini ko'rsang, albatta qo'rqinchli holatini ko'ratding. Ular azobni ko'rganda iymon etdiq deydi. Ular qandaqmi jiroq joydan iymonni qo'lga keltira oladi. Ular ilgari uni, ya'ni payg'ambarni inkor qilgan edi. Ular g'ayib ishlari ustida jiroq joydan qarisiga so'zlaydi. Ular bilan ularning orzu qilgan narsalari, ya'ni iymon etish va jannatga kirish orasida to'salg'u paydo qilindi. Ularga o'xshashlarga qilingandek qilindi. Chunki ular hozir iymon keltirgan narsalari ustida dunyodagi chog'larda cho'nqur shakda edi.